Qurilishdagi tartibsizlik, sifatsiz ish yoki loyiha talablaridan chetga chiqish holatlarini endi yashirish qiyin. Chunki sohada nazorat tizimi raqamlashtirilmoqda. Bugungi kunda inspektorlar aynan mana shu yangi tizim orqali qurilish obyektlarida monitoring ishlarini olib borishyapti. Jarayonlar elektron qayd etiladi. Kamchiliklar esa real vaqt rejimida nazorat qilinadi. Hozir biz inspektorlar bilan birgalikda aynan mana shu tizimni amalda qanday ishlayotganini kuzatyapmiz. Inspektorlar obyektni bosqichma-bosqich tekshiradi. Loyihadagi talablar bajarilganmi? Ishlatilayotgan material sifatlimi? Xavfsizlik qoidalariga amal qilinyaptimi? Barchasi joyida o'rganiladi. Aniqlangan kamchiliklar esa endi qog'ozga emas, elektron tizimga kiritiladi. Toshkent shahridagi qurilish obyektlarida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida ham xuddi shu jarayonlar amalga oshirildi. Monitoring tadbirlari o'tkazish jarayonida barcha inspektorlar bugungi kunda body kamera, maxsus planshet bilan ta'minlangan nazorat MCOS platformasida har bir qilingan inspektor tomonidan qadami raqamlashtirilib nazoratga olingan. Body kamera bo'yicha yozuvlari quruvchilar, operatorlar shtabi bor. Shu operatorlar shtabida ko'rinadi. Bugungi o'rganishlar oqibatida qurilish obyektlarida qator kamchiliklar aniqlandi. Inspektorlar maxsus planshetlar orqali yozma ko'rsatmalarni shu yerning o'zida elektron shaklda rasmiylashtirdi. Jarayonlar esa shaffof qurilish tizimi orqali onlayn nazorat qilinadi. Qurilish obyektlarida qurilish QR kodli pasportlari joriy qilindi. QR kod pasport mavjudligi, borib QR kodini mobil telefonlarimiz orqali tekshirishimiz mumkin. Skaner qilib tekshirganimizda qurilish obyektiga berilgan barcha ruxsatnomalar ko'rsatiladi. Shu sababli tekshirganda pasportlar mavjud bo'lgan obyektlar qonuniy hisoblanadi. Nazoratda faqat qurilish sifati emas, ekologiya va xavfsizlik masalalariga ham e'tibor qaratildi. Qurilish maydonining o'ralgani, changning oldi olinayotgani va chiqindilarni olib chiqish tartibi ham tekshirildi. Bu obyektimizda hozirda ko'rishimiz mumkin, chang-to'zonga qarshi tadbirlar amalga oshirilgan. Misol uchun, suv purkagichlar, shundan tashqari obyektimizga kirib chiqib turgan avtomobillarni g'ildiraklarni yuvish, ko'chaga chiqib turgan changlarni, yo'llarni ifloslashini oldini olish onlayn kuzatish markazi tashkil etilgan. Bu onlayn markaz sun'iy intellekt orqali ham birgalikda ishlaydi. Bu sun'iy intellektning asosiy maqsadi avtomatik ravishda kamchiliklarni aniqlaydi. Bu kamchiliklar inspektorga yuboriladi. Inspektor buni joyiga chiqqan holatda tegishli ko'rsatmalarni beradi, bartaraf etish choralarini ko'radi. Shu yilning o'zida respublika bo'yicha 27 mingdan ortiq qurilish obyekti nazorat ro'yxatiga olingan. Ularda 127 mingdan ziyod monitoring o'tkazilgan. Nazorat davomida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan qariyb 80 mingta yozma ko'rsatma berilgan.